Odam bu dunyoda dostsiz yaşamaydı. Vafodor, chin do'sti bo'lmagan kishining kunlari ma'nisiz, zerikishlik ichida o'tadi. Dostsiz kishi hayotning lazzatini tetayolmaydi. Do'stlikni qadrlash, vafodor, chin do'st tepishga intilish, do'stlik orqali ko'ngilni ovundirish odamning hayotini haqiqiy ma'nilarga ega qiladi. Xalqimizda qozonga yo'liqsang qarisi yuqori, yamonga yo'liqsang yolisi degan gap bor. Shunga do'st tanlashda sezgur ham ehtiyotchan bo'lish kerak. Unda qilmay salla bexotlik qilinsa, shu odamning barliq ishlari, taraqqiyoti cheklama va to'salg'ulardan xoli bo'lolmaydi. Yaxshi do'st bir go'harki, u bizga baxt ib keladi. Bilaligan odamga do'stlar bilan ulfatlashmak nihoyatda ko'ngillik ishdir. Ammo bugungi kunda nurg'un kishilar do'stlikning qadriga yetib ololmay botadi. Shu vajidan atrofimizda nurg'un ko'ngilsizlik va ig'ir fojialar yuz bermoqda. Barliq kishilarga tavsiyam shuki, chin do'stlikni qadrlang. Do'stlik gullarini chaylab vaqtsiz xazon qilmang. Har qitim do'stlik haqida xiyol surgunimda qaysidir bir kitobdan o'qigan munu hikoyat esimga keladi. Bir odamning qadrdon do'stlaridan 3 kishi 3 shaharda ekan. Bir kuni u kishi bu do'stlarining o'ziga bo'lgan sadoqatini sinab beqishni o'ylabdi va xizmatkorini chaqirib, "Sen paloni shaharga berib, shu shaharda yashaydigan do'stimni izlab top va mening ishlarimning yurishmay qarzga patqanligimni aytib yordam so'rag'in" deb buyuribdi. Xizmatkori xo'jayinining do'sti bor shaharga berib, xo'jayinining do'stini tepibdi va xo'jayinining deganlarini aytibdi. Do'sti xizmatkoriga do'stining qarzini to'lashga yetgudak, ham yana 5 yil xarajat qilgudak pulni berib yo'lga sapdi. Bu odam do'stining vafodorligidan suyunib, xizmatkorini ikkinchi shahardagi do'stining oldiga avatibdi. Bu shahardagi do'stimi do'stining qarzga patqanligiga qayg'urib, xizmatkorning qo'liga do'stining qarzini qaytargudak, ham yana 10 yil tirikchilikka asqatgudak mablag'ni berib yo'lga sapdi. Bu odam ikkinchi shahardagi do'stining vafodorligidan nihoyat xursand bo'ldi. Ondan xizmatkorini 3-shahardagi do'stining oldiga avatishdan burun, "Bu do'stim boy emas, o'zi olim kishi. Uningda ilmdan boshqa narsa yo'q. Shunga sen xo'jayinim nurg'un qarzga patqan deb vahima qilmay, ishlari yomon emas, faqat 5 tangili qarzi bor. Nisb bo'lsa yaqin kunlarda qarzdan qutulib ishlari yurishib ketadi deb aytqin" debdi. Xizmatkor xo'jayinining olim do'stining huzuriga berib, xo'jayinining aytqanlarini debdi. Olim bu xabarni anglab beshini egib birdam o'ylanib o'ltirgandan keyin sirtqa chiqib ketib, xeyli uzoqqa kirmabdi. Xizmatkor uyga nazar solsa, yirtiq palos, eski ko'pidan boshqa saramjonlar yo'q ekan. U hech bo'lmasa 5 tangisi bordu deb o'ylab o'ltirganda, uyga notunish bir kishi kirib xizmatkordan, "Xo'jayini 5 tangaga qarz bo'lib qolgan xizmatkor senmi?" deb so'rabdi. Xizmatkor shundoq deb javob beribdi. Notunish odam xizmatkorga 5 tangini berib, "Mana 5 tanga. Buni mushu uyning egisi avatdi" debdi. "Uy egisi o'zi qayerda?" deb so'rabdi xizmatkor. "Mening uyimda. O'zini qul bozorida menga 5 tangaga sotdi" deb javob beribdi notunish kishi. Xizmatkor bu gapdan ajablanib notunish kishining uyiga billa beribdi va olimga, "Unda qilmang, pulni qaytarib berib ketayli" debdi. Lekin olim, "Bu odam bilan shartlashib 5 tanga badaliga 5 yil ishlab berishga va'da berdim. Do'stimni muhtojlikdan qutuldirish uchun 5 yil ishlash men uchun hech gap emas" debdi.
Bu hikoyadan ayonki, sirdosh, fazilatlik, farosatlik do'st hayot yo'limizdagi ipor chachquchiga o'xshaydigan bir yaxshi hamroh. U biz uchun qayg'uga tasalli, shodlikqa sherik. Shundaqla kelgusi istiqbolimiz uchun yo'lak hamdam bo'g'uchidir. Hikmat va tajribalardan ma'lumki, do'stning do'stiga bo'lgan muhabbatlik kuyunishi xuddi bir butun badanga o'xshaydi. Ulardan qaysi bir a'zo og'rib qolsa, boshqa a'zolar tang bearam bo'ladi. Chin do'stlik garchi biror manfaat yoki yordamga erishishni maqsad qilib qurilmasa-mu, kishi hojatmand bo'lib qolganda eng avval eng yaqin do'stini asga oladi va yordam so'raydi. Xolislik ustiga qurilgan do'stlikda do'stga qo'lidan kelishicha minnatsiz yordam qilish do'stlikning shartidir. Chunki do'stingning qiyinchiligi sening qiyinchiligingdir. Sening muhtojliging uningmi muhtojligidir. Mushu qoidalarga amal qilmagan kishining do'stligi saxtadir. Do'stlar, haqiqiy do'st degan do'stini muhtojlikdan qutuldirish uchun o'zi qul bo'lishdan bosh tortmagan olimdek bo'ladi. Lekin bu dunyoda shundoq odamlarmi borki, har qanday ishda eng avval o'zini o'ylaydi. Boshqalar bilan foyda manfaat uchun do'st bo'ladi. Do'stidan foydalanib bo'lgandan keyin uni tonimaydi. Bundaq kishilar bilan do'stlashishdan ehtiyot qilmoq lozim. Chunki biror ehtiyoj yoki allaqanday maqsadlar sababidan o'rnatilgan do'stlik chin ma'nodagi do'stlik shartiga to'shmaydi. Yig'inchoqlaganda do'stingizning o'zingizga haqiqiy vafodor do'st bo'lishini umid qilsangiz, do'stingizga samimiy muomala qiling va vafodor bo'ling. Do'stingizga xolis niyatda yaqinlashing. Do'stingizdan gumonlanmang ham do'stingiz gumon qiladigan ishlardan neri turing. Har qanday sharoitda do'stingizning g'ururi, obro'yini qo'g'dang. Shundala do'stlikning haqlarini ado qilgan bo'lasiz va chin do'stlikka noil bo'la olasiz.